bizning moddiy dunyo haqidagi tushunchalarimiz shunchalik realki, biz ruhoniyat olamidan uzilib qolganmiz. Aslida bizning atrofimizda juda ham katta quvvatga bo'lgan ruhoniyat olamimiz bor. U yerda bizning hissiyotlarimiz, fikrlarimiz joylashgan. Endi agar sizdagi ruhoniyat olamida salbiy hissiyotlar, salbiy tushunchalar ko'payib ketgan bo'lsa, minus quvvat deymiz biz uni, sizni istaklaringiz, orzularingiz amalga oshishi uchun kerak bo'ladigan hissiyot, fikrlaringiz yetarlicha tezlikka ega bo'la olmaydi. Ya'ni o'sha minus quvvatlar uni to'sadi. Siz o'zingizni ruhiy olamingizdagi hamma minus quvvatlardan, salbiy tushunchalardan forig' bo'lganingiz sari sizda plus quvvat oshib ketadi. Ya'ni istaklar, xohishlar, hissiyotlarni tezligi kattalashadi va siz istagan maqsadlaringizga juda ham tez erisha boshlaysiz. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun albatta o'zini ustida ishlab, o'zini isloh qila bilish kerak.